tak. Seni ko'rsam quvonaman tak tak. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar. Tak ko'rsatuvining bugungi sonini aynan Indirim savdo markazida olib boramiz. Bu yerda aholimizning kayfiyatini o'rganamiz, ular bilan qiziqarli suhbatlar, savol-javoblar o'tkazamiz. Tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Tak. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Savol-javob qilsak bo'ladimi siz bilan? Kayfiyatlar qiling. Yaxshi. Turib oling. Nima qilib o'tiribsiz bu yerda? Turibman. Dugonalar. Kelish kerakmi dugonalaringiz? Videoga olayotgan dugonalaringizmi? Ismingiz nima? Dilnozim. Qayerdansiz? Surxondaryo. Muzrabotdan. Muzrabot tumani boshqa tumanlardan nimasi bilan farq qiladi? Yo'q qiladi. Nima boshqa farqi yo'qmi? Birorta jihati. Muzrabot tumani. Bo'yingiz nechi? 1.73. Siz baland deyishadimi? Baland bo'lish qiyin a? Yo'q, yaxshi. Yaxshimi? Nimaga? Yaxshi-da, bos. Hayotda eng katta orzungiz nima? Maqsadlarim yetishish. Nima maqsadlaringiz? Maqsadlarim ko'p. Bittasini ayting. Chet elda yashash. Qaysi davlat? Turkiya. Turkiya? Turkiya nimasi bilan yoqadi sizga? Chiroyi, Istanbul. Tabiati bilan? Tabiatda. Yoshingiz nechida? 24 ga kiraman. Turmushga chiqamiz? Endimi? Sovchilar kelyapti? Ko'pmi? Variantlar bormi o'zi? O'zi tanlaganingiz-chi? O'zim tanlamaganman, shuning uchun. Uydagilaringiz tanlasa tegib ketaverasizmi demang? Kimni xohlasa o'shanga. Farqi yo'qmi? Lo'lidan kelsangiz. Lo'lidan farqi bor. Ja, lo'li bo'lmaydi. Sizni o'zingiz idealingizdagi yigit qanaqa? Chiroyli, bo'ylari baland bo'lishi kerak. Fikrlashi ham. Men bo'lmaymanmi? Qanday ekan? Ko'rganmisiz avval? Demak endi ko'rasiz. Denov TV kanali Surxondaryoda yangi ochilgan. Qaysi Denov? Qoshingizni ko'targaningiz bilan ko'rib qolmayman-ku men. 4 ta qiz bor bu yerda. Ha mayli, kameraga qarab tak zo'r deb aytamiz, xo'pmi? Bir, yo'q, to'xtang. 1, 2, 3. Tak zo'r. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Savol javob qilsak bo'ladimi? Ismingiz nima? Yoshingiz nechida? 28, 17da. 17da? Qayerdansiz? Termiz. Maktab bitirdingizmi? Litseyda o'qidim. Qaysi litsey? Akademik litsey, Termiz o'qib tarafda. Nima yo'nalish? Filologiya. Ona tili. Fe'l nima? Fe'l nima qildi, nima qilyapti so'rovlarga javob berib, shaxs va narsaning harakatini bildiradi. Aha. Ot nima? Ot kim nima qilsa so'rovlarga javob beradi. Predmet. Predmet? Nice. Yaxshi bilarkanlar. Universitetda o'qiydiganlarda mana shu savolni berganimizni bilmaganda. Lekin siz bilyapsiz. Endi bizda o'qish majburiyda. O'qish majburiy. Universitet ham majburiy-ku. Menimcha o'qimasdan kirgan puli bilan yoki xususiyda o'qiydiganlar so'ragan. Ha, xususiyda o'qiydigan. O'zingiz qayerga o'qishga kirmoqchisiz? Jahon tillariga. Toshkentga. Undan keyinchi? Undan keyin Amerikaga. Amerikaga? Nimaga? Ingliz tili bo'yicha ham o'qiyman-da. Ingliz tilini bilasizmi o'zi? Ha, bilaman. How are you nima degan? Ahvollaringiz qanday degan. Ha. Nima? Bu Denov telekanalida tak ko'rsatuvi. O'shanga tak eng zo'r ko'rsatuv deb aytib beringchi ingliz tilida. Tak is the best program in the channel. Tak in the best project. Program. Programmi? Ha, program. Projektmi yoki showmi? Show desa ham bo'ladi, program desa ham bo'ladi. Project deb bo'lmaydi. Yo, project degan boshqa narsa u. Topshiriq degan. Yo. Project topshiriq. Production degan ma'nodagi. Production desa bo'ladi. Project boshqa narsada u.
Ha, projekt boshqa narsa dedi. Ko'p ingliz tilida o'qiydiganlar bilan suhbat qilganimda biri show degan, biri projekt degan. Siz nima dedingiz? Program dedi. Programma. U nima degan? Shu ko'rsatuv programma, masalan, televizorda kanallar bo'ladi-ku, o'shanaqa o'xshagan narsalar. Ha, yaxshi. Siz o'qishlaringizga omad. Sog' bo'ling. Uydagilar yaxshi ko'rasizmi? Ha, yaxshi ko'raman. Bizni ko'rgan bo'lsa nima degan bo'lasiz? Ota-onamni yaxshi ko'raman, shuni aytgan bo'lardi. Yana kimlar yaxshi ko'rasiz? O'z singillarim, bobom, buvim, ukam. Telefon qilib ayta olasizmi yaxshi ko'rasiz? Yo'q, ayta olmayman. Nimaga? O'zi aytganmisiz? Ha, aytganman. Qachon oxirgi? Ancha bo'lgan. Qancha? Keling, hozir ayting, bitta telefon qilib. Ko'tarmaysiz. Ha, mayli. Unda kameraga qarab tak zo'r deb aytamiz birga, xo'pmi? 1, 2, 3. Tak zo'r. Yaxshimisiz? Yaxshi. Kayfiyatlar qalay? A'lo darajada. Oyoq kiyim olyapsiz? Ha. O'zingizgami? O'zimga Ha. Necha pul ekan? Narxlar arzonmi? arzon narxlar, anchagina arzon. Kayfiyatlaringiz yaxshi. Yaxshi. Qayerdansiz? Shu yerdan Termiz tumandan. Termiz tumanidan. Termiz tumani boshqa tumanlardan nimasi bilan farqli? Qanaqa nima? Nimasi bilan? Nimadir jihati bormi o'sha boshqa tumanlardan farq qiladigan? Bor. Qanday? Har xil jihatlari ko'p. Birontasini aytingchi. Masalan, biz shaharga hamma qulaylik uchun shu yerga kelamiz, narsa olishga. Yana qulayliklar bor. Hamma qulaylik bor, xullas. Ob-havosi Yaxshi. yaxshi. Chidasi bo'ladi. Chidasi bo'ladi. Changi hisobga olmaganda. Yoshingiz nechida opa? Yoshim 18da. Yo, 18 ga kirganingizga endi necha yil bo'ldi? 18 kirganimga atigi bir 4 yilgina bo'lib qoldi. Ha, 4 yil bo'ldi. Farzandlaringiz nechta? 3ta. Necha yoshda? Kattasi 2-sinf, kichkinasi 6 yosh, eng kenjam 1 yosh. Ha. Yaxshi ko'rib turmushga chiqamiz? Ha, Qanday bo'lgan voqealar? voqealarmi? Ularni ham aytib berishim kerak. Ancha sovg'a berasizlarmi, aytib bersam deysiz. Ha, beramiz. Shuni olib berasizlarmi? Ha, nima bo'lgan? Yo'q, shu qo'shnimiz bo'ldi. Qo'shningiz bo'lgan, keyin qo'shnim. sizni yaxshi ko'rib qo'ygan, sog'ishga yuborgan, siz rozi bo'lgansiz razi. Yo'q, sirazi rozi bo'lmaganman. Nimaga? Nima bo'lgan? Endi dadam bilan onam berishgan. Mayli deb tegib berganmiz. Ha, hozir baxtlisiz. Baxtli, eng baxtli oilalardan. Yaxshi ko'rasizmi turmush o'rtog'ingiz? Judayam. Bizni ko'rib turgan bo'lsa nima degan bo'lardingiz? Dada, sizni yaxshi ko'raman. Telefon qilib ayta olasizmi? Telefon qilman, Rossiyada-da. Rossiyadami? Ha. O'zi aytib turasizmi? Aytib turaman, yo'q, unchalik emas. Men aytaman. Yo'q, faqat yurakdami? Yurakda, lekin hali yuziga aytmaganman. Umuman. Umuman. Ha, mayli, unda ayting. Baxtli bo'ling. Abbosbek, Assalomu alaykum. sizni ko'ryapsizmi? Kelingami? Yo'q, aka. Onamga aka, qanday kelin? Birinchi o'rinda ona turadi. Ona muqaddas. Kayfiyatlar qalay? Kayfiyatingiz yaxshimi? Ajoyib. Bu yoqqa qarab turib oling kameramizga. Ismingiz nima? Ilmira. Nima? Ilmira. Ilmira. Yoshingiz nechida? 18da. 18da. O'qiysizmi? Yo'q. Uydami? Nimaga qiziqasiz? Hamma narsaga. Hobbingiz nima? Shopping qilish. Qayerdansiz? Xorazm. Xorazmdanmisiz? Bu yerga mehmon kelganmiz. Ha, akam yoniga kelganman. Akangiz nima? Harbiymilar? Ha, harbiy. Ha. Xorazm Surxondaryodan nimasi bilan farq qiladi? Endi farqi juda ham katta. Nima? Farqi kattami, Surxondaryo kattami? Surxondaryo katta. Ha, issiq birinchi o'rinda. Yana? Gapiring. Ya Xorazmcha nimadir deb bering mayli. Yo'q. Yo'q. Juda ham uyalchang ekanlar, mayli.
Ushbu ko'rsatuvimiz Indinim savdo markazida olib borilyapti. Ushbu ko'rsatuvimizni Indinim savdo markazi xodimlariga alohida rahmat aytib qolamiz. Ushbu ko'rsatuvimizning yana boshqa sonlarini ham olishda katta yordam berishlarini nimani olyapsiz aka? Tabriklaymiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Abbos aka 23 yoshingiz, 23 bahoringiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz, qutlaymiz. Doimo mana shunday mehribon oilangiz, ya'ni Dino TV kanali oilasi baxtiga sog' va salomat bo'ling. Mana shunday katta loyihalarda shunday chiroyli boshlovchi bo'lib, so'zingizga so'z, ovozingizga ovoz qo'shilib yursin. Doimo sizni jamoamiz nomidan, Dino TV kanali nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Abbos aka, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Xush omading. Tashakkuringiz yo'q. Abbos aka, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Doim shu hamkasblar, ota-onangiz hammasini baxtiga sog' salomat yuring. Hech qachon sizni baxt, omad tark etmasin. Azizlar, aytib o'tish joizki, inson qarishi mumkin. Odamiylik, mehr, muhabbat. Aytish joizki, inson qarishi mumkin. Odamiylik, mehr, muhabbat hech qachon qarimaydi va Abbos aka aynan shunday insonlardan. Abbos aka yana bir marta tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Balki o'zbekcha tabriklashga qiynalayotgandirman, lekin tojikcha ham tabriklab o'taman. Do'stoni aziz, imroz yaki az hamkasbonimo akoy Abbos zodroz doran. Akoy Abbos ro با زادروزشان تبریک میگوییم. عمرشان دراز شود از درگاه پروردگار بزرگ. عمر دراز، تن صحت، خانه آباد و ثروتی به اندازه خواهانیم. در زندگی هیچگاه غم نخورن، همیشه قند خورن. بار دیگر زادروز مبارک. Tabriklaymiz. Rahmat, tushunmagan bo'lsam ham. Sarvara sizga ham rahmat. Kim? Ismingiz nima edi? Sabrina, sizga ham rahmat. Azizlar, ko'rsatuvni ba'zi sabablarga ko'ra emas, aynan Abbos akaning tug'ilgan kunlari munosabati bilan hozirgi vaqtda Abbos akaning o'zidan savol javob qilamiz. Abbos aka, sevganingiz bormi? Bor. Ayting. Onam. Ismini ayta olasizmi? Ismi Marg'uba. Yana bormi sevganingiz? Yana qanday bitta bo'ladi sevgi? Yo'q, endi sevgi, muhabbat. Qiz bolalardan deyapsizmi? Albatta. Yo'q unday. Abbos aka, baxt deganda nimani tushunasiz? Baxt deganda ertalab turganda yuz yuvib, ovqatlanib oila davrasida keyin hamma bilan xayrlashib chiqib ketish, undan keyin ishdan charchab kelganda oilaga kirsangiz, derazadan shunday qarasangiz, hamma jam-jam xushchaqchaq o'tiribdi-da, o'sha narsani siz ko'ryapsiz. Bu juda ham katta baxt men uchun. Xotirjamlik, osoyishtalik, hammasi bu baxt, ajoyib. Xo'sh, Abbos aka, bugun yana bir yilga qaradingiz, ya'ni 23 yoshni qarshiladingiz. Nima deb o'ylaysiz? Yillar o'tib boyib ketsangiz, nima qilasiz? Yillar o'tib boyib ketsam, bilmasam, birinchi o'rinda uylansam kerak. Demak, siz yillar o'tgandan keyin uylanasiz. Boy bo'lganimdan keyin uylanmoqchiman, chunki menga turmushga chiqadigan ayol ertangi kunda o'sha narsa men uchun bo'lmadi, mana shu narsa men uchun kam bo'ldi deyishini xohlamayman-da. Hayotda insonga masalan to'g'ri imkon berilmaydi, unaqa imkon berilmaydi, lekin berilganda qaysi xatoingizni takrorlamagan bo'lardingiz? Xatolarim juda ham ko'p. Aynan qaysi birini takrorlamasdingiz? Onamga umuman baland gapirmasdim. Hozir fursatdan foydalanib, onalarga telefon qiladilar. Qani, onangizga yaxshi ko'rishingizni ayta olasizmi, yo'qmi ko'ramiz. Ayta olaman onamga. Qani ko'ring. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Yo'q, o'zing ham yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Sizni yaxshi ko'raman. Ha, rahmat bolam, men ham seni yaxshi ko'raman. Ha, meni shu dunyoga keltirib, mana shu darajaga olib kelganlaringiz uchun katta rahmat sizlarga. Ha, rahmat bolam, senga ham rahmat. Rahmat aytganingiz kelsin. Shu paytgacha sizni nimadir deb xato qilib, qattiq gapirgan bo'lsam, uzr so'rayman. Mehribonim onam, beazorim onam, beg'uborim onam, onajonim
Aziz teletomoshabinlar, bugun Abbos akani tug'ilgan kunlari munosabati bilan tak-tak ko'rsatuvni Sabrina hamkasbim bilan birgalikda olib boramiz. Ularni charchashlariga yo'l qo'ymaymiz. Albatta, ketdik Sarvara. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Ismingiz nima? Hasan. Farzandlaringizmi? Bular farzandlarim, bular oilanda jiyanlar. Biz Denov telekanalidan fursatdan foydalanib ayolingizni yaxshi ko'rishingizni ayta olishingiz mumkin. Albatta ayolimni sevamiz, nima deymiz boshqa? Sevib uylanganmisiz? Sevib uylanganmiz. Assalomu alaykum xolajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bezovta qilmadikmi? Bemalol. Ismingiz nima? Nilufar. Qayerdansiz? Sarasiyardan kelganman. Aylanib madaniy xordiga olishga Ikkita farzandimni aylantirishga olib chiqqanman. Shu yerni tanlashdi. Hozir mashina minishdi, yana har xil attraksionlarda o'tirib o'ynashyapti. Bolalarim shu yerda chaqiray. Turmush o'rtog'ingiz qayerda? Uyda? Ularni yaxshi ko'rasiz? Ha. Bemalol fursatdan foydalanib yaxshi ko'rishlaringizni aytib olishingiz mumkin. Farzandlarimni otasi. Sizni juda ham hurmat qilaman. Siz bilan hayotimni bog'laganimdan xursandman. Sizni yaxshi ko'raman. Jufti halolim, mening jufti halolim. Bu yurakkinamga o'zing madorim. Jufti halolim, Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Kayfiyatlar qanday? Zo'r, Xudoga shukr, yaxshi. Qayerdansiz? Biz Denovdamiz. Denov bilan Termizda nima farqi bor? Shu gap vaqtinchalik yashaymiz, o'shanga shu bolalar o'qiganmiz. Denov yaxshimi yoki Termiz? Denov yaxshi baribir. Baribir o'zingizni yurtingiz yaxshi, shundaymi? Birinchi muhabbatingiz haqida aytamiz. Birinchi muhabbatim o'tiribdi, lekin. Demak, sevib uylangansiz. Shunday, to'g'ri, to'g'ri. Xo'p, o'zlariga yaxshi ko'rishingizni ayta olasizmi? Aytaman, ha, aytaman. Qani ketdik unda ayollarga borib aytamizmi? Qanday tanishgansizlar? Yoshlikdan taniyman-da. Ya'ni sovchi orqali tanishdingizmi yo birdan o'zingiz sevib? Yo'q, yoshlikdan bilaman-da endi. Qarindoshimiz bilan. Yaxshi, juda yaxshi. Qani unda ketdik bo'lmasa? Lola, seni yaxshi ko'raman sen. jufti halolim, mening jufti halolim. Bu yurakkinamga o'zing madorim. Jufti halolim. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Mana hozir eshitdik, turmush o'rtog'ingiz sizni yaxshi ko'rishlari haqida aytdilar. Siz baxt deganda nimani tushunasiz? Baxt deganda shu Allohning bergan bizga hamma narsalari baxt. Farzandingiz, Dadasini uchratganimiz, farzandlarimiz. Shu sog'lik. baxtsiz kuningizni esla olasizmi? Baxtsiz kuningiz ham bo'lganmi? Yo'q, yo'q. Xudoga shukr, har doim baxtliman. Azizlar, shuning bilan bugungi tak-tak ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tak-tak zo'r. Seni ko'rsam quvonaman tak tak.